Hamma salom do'stlar, sizlar bilan men Shavgijon do'stlar. Bugungi videomizda biz hardcore'da 100 kun yashab qolishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, bizning videomiz har videoda 10 kundan yashaymiz va 10 ta qism bo'ladi. 10 ta qismda qarang, nechta obunachi keladi, nechta like bo'ladi. Menga obuna bo'lib qo'yib like bosinglar, biz videoni boshladik. Do'stlar, bilasizlar, hardcore bu juda ham qiyin. O'zi tamom degani. Shuning uchun like, obuna bo'lib qo'yinglar. Men hardcore 100 kun yashashim kerak. Har bir video 10 kundan aytganimdek, bu videoni 10 kun qilamiz. Mana shu video 10 kun bo'ladi. Atik 10 kun. Ikkinchi video ham 10 kun. Undan keyingi video hamma video 10 kun bo'ladi. Mana shu 100 kun hardcore'dan keyin yaxshi qo'y. 100 kun hardcore'da nechta obunachi, nechta like erishamiz ekan. Shuni sizlar bilan men bilib olamiz va hardcore'ni qanday qilishni mana shu 100 kun hardcore'da bilib olasizlar. Albatta, o'tgan videoda aytganman. Albatta, mana shu videoda bilib olasizlar. Xo'sh. Bu mana shu emas, ya'ni menga yangi 5 ta obunachi kelsin, mayli 5 ta obunachi. Sizlar bilan mana shu hardcore'da qanday qilganimni o'rgatib ketaman. Keyin qaysi Minecraft'da o'ynayotganimni ham aytib o'tib ketaman. Ya'ni 5 ta yangi obunachi, 100 ta like bo'lsin, mayli. Hardcore'da qanday qilganimni aytib o'tib ketaman. Xo'sh, toshlarni kavlab oldik. Endi tosh narsalar yasaymiz. Tosh narsalar tak. Mana bu bo'ldi. Xo'sh, yaxshi. Endi biz yana bitta qo'y topishimiz kerak. Shu bilan yotoq masalasi hal bo'ladi. Do'stlar, mana shu video do'stlar 200 ta like qilib yangi 10 ta obunachi kelsa, men Ender Dragon videosini ham olaman-da, u yerda ham qismlarga bo'lib olaman. Har bir qismi zo'r bo'ladi. 100 ta like yig'ib 200 ta like yig'inglar, mayli. 200 ta like yig'ib yangi 10 ta obunachi kelsin, mayli 10 ta obunachi kelsin. Sizlarga Ender Dragon har bir videosini olaman. U video hardcore'da bo'ladi. Hardcore'da Ender Dragon'ni o'ldirish. To'g'ri, youtuberlardan ko'rgansizlar. Lekin men mana shuni o'z YouTube kanalimni qilmoqchiman. Shuning uchun obuna bo'lib, like bosib qo'ying, yaxshi. Barkam tushib. Temirni masalasini hal qilishimiz kerak. Yaxshi. Adashmasam, bu 1.21 mis kerakmi, kerak emasmi? Mayli, biz sana olaveramiz. Xo'sh, biz bilasizlar, Minecraft'ning eng oy qo'rqib ketdim. Zombi semisan. Oh my god, creeper. Mencha o'lib qolaman. Jonim kam. O'lib qolamanmi? Yo'q. Kavla. Yo-mayo. Oh my god, mayli do'stlar. Xo'sh do'stlar, men yo-mayo do'stlar. Men o'z gapimni, ya'ni trollmadim. To'g'ri, men trollmadim. Lekin hammasini boshqatdan boshlaymiz. Lekin ko'p narsaga erishmadik. Endi tosh aslahalar bo'ladi. Mayli, hammasini boshidan boshlaymiz va menga obuna bo'lib like bosinglar va aytganimdek ko'ryapsizlarmi,
hardcore bu juda ham qiyin. Shuni hardcore men 200 ta like yig'ib menga yangi 10 ta obunachi kelsa men mana shu hardcore'da Ender Dragon'ni o'ldiraman do'stlar. Ender Dragon'ni o'ldiraman. Uni ham bu qismlarga bo'lib chiqaman va mana shu video 100 ta va 200 ta like yig'sa 10 ta yangi obunachi. Yana eslatib o'taman do'stlar, mayli, endi iloji yo'q. Lekin aytib qo'ymoqchiman, 10 kunda ham qismlarga bo'lib chiqish mumkin. Endi iloji yo'q, yoki 5 kun qilamiz uni ham. Do'stlar, shuning uchun menga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'sh, endi men boshqatdan boshlaymiz hammasini. Mayli, hech narsa qilmaydi, hammada bo'lgan. Endi biz oq tarafdan go'lashni boshlaymiz. Shuncha emas endi. To'g'ri ko'ryapsizlar do'stlar, har kun bu qiyin. O'g'lasalarning o'zlaring o'ynanglar, men sizlarga aytaman. Hardcore bir-ikki o'ynab ko'ringlar qanday qiyinligini. Xo'sh, hardcore 100 kun yashash bu qiyin. To'g'risi qiyin, chunki o'lmasdan 100 kun qiyin. To'g'ri qiyin. Xullas do'stlar, menga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Men mana shu videoni ham 2 qismga bo'lishim mumkin 10 kunda. Chunki uni keyingi videoda mana shunaqani aytaman. Sababini keyingi videoda aytaman. Men mana shuni 2 qismga bo'lib chiqishim mumkin, shuning uchun. Sababini keyingi videoda aytaman, aytib o'tgandek. Xo'sh do'stlar, menga like bosib obuna bo'lib qo'ying va men temir ustidan paydo bo'lib qoldim. Yaxshi. Temir ko'p bo'lsa yaxshi. Temir qandaysiga, lekin do'stlar, qandaysiga temir ustida paydo bo'lib qolishi mumkin. Men hech qanaqa mod ishlatganim yo'q, cheat hech narsa ishlatganim yo'q. Tasodif bu. Tasodif. Xo'sh, temir oz ekan, mayli, hech qisi yo'q. Bo'laveradi, lekin men o'zimga bitta qalqon yasab olmasam bo'lmaydi. Chunki ko'rdilaring nima bo'lganini. Xo'sh, aytdimni yopamiz. Kirib toshli kirka yasab, pastga tushib, temirlarni olamiz. Yana yo'qmikan? Yo'q, menimcha adashmasam. Yo'q ekan. Mayli, ikkita qalqonga yetadi, albatta. Qalqonga yetadi. Xo'sh, yana tepaga chiqamiz. Do'stlar, sizlarga ham yana bitta menga kommentariyada challenge beringlar. Challenge bajaraman. Challenge beringlar. Sizlarga ham challenge, yangi challenge bo'ladi bu safar. Xo'sh, Minecraftda hardcore'da 50 kun yashaysizlar. 50 kun davomida Minecraftda full olmos aslahalarga ega bo'lishlaring kerak. Shunda bilasizlar qanday hardcore qiyinligini. Do'stlar, to'g'risi men hozir nima demoqchiman, ya'ni menimcha mana bu 100 kunlik hardcore ko'p qismlardan iborat bo'ladi. Ya'ni birinchi kundan o'sha yarim kunlik yana 9 minut 10 minut bo'lyapti. Meni videoyim nima desam ekan, 15 minutdan sal pastroq bo'ladi. Chunki
qandaydir sabablarga ko'ra ko'p vaqt video olmayapti YouTube. Shuning uchun meni videom 15 minutlik bo'ladi eng ko'pida. Shuning uchun men nima deydi, YouTube kanalimda video 15 minutdan past bo'ladi. Shuning uchun men hardcore 100 kunni ko'p vaqt ko'p qismlardan iborat bo'ladi. Sizlar menga obuna bo'lib qo'yib like bosinglar. Menga 200 ta yangi like, ya'ni 200 ta yangi obuna, 200 ta like и 10 ta yangi obunachi bo'lsa, men mana shu hardcore'ni qanday qilganimda sizlarga o'rgatib ketaman. Keyin uni ichiga Ender Dragon mana shu hardcore'da o'ldirishga harakat qilaman. Sizlar menga like bosib obuna bo'linglar. Meni videoyim aytganimdek 15 minut bo'ladi. Eng uzog'ida, eng kamida 10-11 minut bo'ladi do'stlar. Xo'sh. Endi bizga yegulik yig'ishimiz kerak. Sigir yaxshi. Menimcha adashmasam bu yerda mis bu bunaqada bor, ya'ni misdan aslahalar misdan aslahalar bo'lishi kerak adashmasam. Misdan aslahalar, shuning uchun mis kerakmi, ya'ni misdan aslahalar misdan aslahalar bo'lamkan yo'qmikan, buni albatta bilib olamiz. Xo'sh, hozir endi men o'zimga uy qurishim kerak. Albatta uy quramiz. Avval daraxt kerakli narsalar yig'ib o'zimizga uy quramiz. Xo'sh, misdan narsalar bo'lmaymi bilmadim. Endi agar bo'lsa yaxshi, bo'lmasa yomon, mayli bo'laveradimi. Lekin uyimni qayerdan qursam ekan? Mana shu yerdan quraveraman uyimni. Xo'sh, 10 ta daraxt yetmaydi. Yana chopamiz. Uyimni yer ostidan qilaymikan yoki quraymikan? Mayli, jon quraman yer ostidan quraymi yoki jon quraymi, shuni ham kommentga yozib olinglar. Keyingi videoda hozircha o'zim qurib turaman. Yer osti uy ham yaxshi, lekin unga minus plus taraflari ham bor. Xo'sh, menga 32 ta yetadi. Menga 1 2 3 4. Xo'sh, mana bu yerga 1 2 3 4. Voy, mayli, menga xo'sh 1 2 3 4. Xo'sh, mayli, uyimni albatta chiroyli qurishga harakat qilaman. To'g'risi men uy quruvchi emasman, uy qurish bo'yicha o'zim endi harakat qilyapman uy qurishda. Mana bu barg tezroq bo'lsa, archalarni uruvidan katta daraxt qo'yamiz albatta mana shu yerga. Birinchi kun tugayapti Minecraftdagi hardcore'dagi birinchi kun tugayapti va do'stlar video oxiriga yetib qolyapti. Ya'ni shu birinchi kun, agar birinchi kundan video oxiriga yetib qoladigan bo'lsa, albatta buni to'g'rilashga men harakat qilaman. 15 minutlikdan ko'p bo'lishga harakat qilaman. Tak, nechta bo'ldi? 1 2 3 3ta bo'ldi. Yaxshi. 2 3 mana do'stlar, shu joyda video tugashi mumkin. Mana shu joyda, chunki aytganimdek 15 minutlik bo'ladi eng uzog'ida. Xo'sh, qo'yamiz. Mana birinchi kun tugadi Minecraftdagi
sizlar bilan Shavik jon do'stlar, aytganimdek 200 ta like va yangi 200 ta like yig'sa hardcore'da olaman va Minecraft'dagi birinchi kunimiz tugadi. Menga like bosib obuna bo'lib qo'ying. 200 like yangi 10 ta obunachi va men hardcore'da Ender Dragon'ni o'ldiraman. Menga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan Shavik jon.